Saidmurod Davlatov. Boy va kambag'al odamlarning fikrlash strategiyasi. 12-farq. Boy odamlar uchun pul faqat vosita, ahmoqlar uchun esa maqsad. Dikursel. Kambag'al odamlar osmondan tushgandek bo'lsa deb o'ylashadi. Boy odamlar esa hamma narsa pul turadi deb fikr qilishadi. Kambag'al odamlar osmondan tushgandek bo'lsa deb o'ylashadi. Boy odamlar esa hamma narsa pul turadi deb fikr qilishadi. Odam ko'pincha tekin xizmatni qidiradi. Arzon mol izlaydi. Ya'ni biror bir harakat qilmasdan hamma narsa osmondan tushgandek bo'lib qolishini xohlaydi. Odam ko'pincha tekin narsalarga intiladi. Oldingizda bir nechta yo'l turganini tasavvur qilib ko'ring. Xohlagan bittasidan borishingiz mumkin, lekin hech qachon osmondan manna tushadi deb o'ylamang. Olinadigan natijaning haqqini qaytmaslik, mehnatkashlik, harakat, ishtiyoq bilan to'lashga tayyor turing. Shuning uchun birovning tekin xizmatini olmang. Sababi keyin sizning ham xizmatingiz tekin bo'lib qoladi. Hech qachon bepul narsalarga intilmang. Sababi bu kambag'al odamlarning odati. Qanday urug' ekkan bo'lsangiz, hosilingiz ham shunday bo'ladi. Olma ekib uzum olib bo'lmaydi. Maqolda aytilganidek, nima eksang, shuni o'rasan. Shuning uchun ham kambag'al odamlar osmondan tushgandek bo'lsa deb fikr qilishadi. Ular hamma narsani tekinga olmoqchi bo'lishadi. Boy odamlar hamma narsa pul turadi deb fikr qilishadi. Ya'ni ular xursand bo'lib qimmatli kiyim kiyishadi, qimmatli buyumlarni tutishadi, chiroyli uylarda yashashadi. Sababi ular bularning hammasini pulini to'lab qo'yishgan. Fikrni hamma narsa pul turishiga o'rgatish kerak. Bu dunyoda tekin narsa bo'lmaydi. Tekin narsa keraksiz narsa. Tekin maslahat foyda bermaydigan maslahat. Tekinga faqat qiyinchilik olish mumkin. Keyin olgan narsangizning orqasidan bir dunyo pulga tushasiz. Agar menga daromadingni aniq 10 marta ko'paytirgan $1,000,000 maslahat beramiz deyishsa, men albatta shu pulni topgan bo'lardim. Sababi vaqtni qaytarib bo'lmaydi. Vaqtni albatta ehtiyot qilib sarflash kerak. Umringdan soatlar yoki daqiqalar olib to'lagandan ko'ra pul bilan to'lagan yaxshiroq. Boy odamlar hamma narsa, omad, sevgi, sog'liq, ma'naviyat pul turishini tushunishgan. Muqaddas joylarga borish, xayriya bilan shug'ullanish, yaxshi ota bo'lish, yaxshi er yoki xotin bo'lish uchun pul kerak. Sababi sevgi yaqinlaringning tashvishini qilishing kerakligini bildiradi. Buning uchun esa puling bo'lishi lozim. Har bitta orzu, har bitta maqsadning narxi bor. Tekinga hech narsa topib bo'lmaydi. Hurmat, yaxshi munosabat va sevgiga arziydigan odam bo'lish kerak. Tekin pishloq faqat qopqonda bo'ladi. Lekin qopqonga borayotgan sichqon ehtiyojmand bo'lgani uchun shunday qilayotganligini tushunmaydi. Bir tishlama uchun umringni berishga tayyor bo'lsang, demak bu pishloq juda qimmat ekan. Shunga o'xshab, kambag'al odamlar tekin narsalar, tekin xizmatlar olganda yoki kamroq to'lashga harakat qilganda o'zining shaxsiga yomon ta'sir qilishadi. Demak, o'zining taqdiriga ham yomon ta'sir qilishadi. Shu misoldan tekin narsalar qimmatga tushishini bilsak bo'ladi. Boy odamlar hamma narsaning pulini to'lash kerakligini tushunishadi. Agar pul bilan to'lamasang, demak boshqa narsa bilan, vaqting, sog'liging, munosabating bilan to'laysan. Eng arzon to'lov pul bilan to'lash, eng oson yo'qotish pulni yo'qotish. Sababi pul topiladi. Qolgan narsalarni esa topib bo'lmaydi. Oilani, sog'liqni, vijdonni, yillab umrni ketkazgandan ko'ra pulni ketkazgan yaxshi. Pulning o'rnini har doim to'ldirsa bo'ladi. Yaxshi nom, hurmatni yo'qotgandan ko'ra pulni yo'qotgan yaxshi. Yaxshi nom birorta ham rahbar, birorta ham muvaffaqiyatli odam yo'qotishni istamagan yagona narsa bo'ladi. Ular obro' bilan hurmatni pulga olib bo'lmasligini tushunishadi. Biror odamga men senga pul beraman, lekin sen menga ishonadigan bo'l deb aytolmaysiz. Yaxshisi pul to'lab bo'lsa ham shu narsalarni saqlab qo'ygan yaxshi.
Bir kuni onam menga "Chizhoyatro xorkuni, Xudoat aziz meshaviy pisaram" dedi. Ya'ni, agar o'zingni hurmat qilsang, boshqalar seni hurmat qilishini, yaxshi ko'rishni xohlasang, puling bilan molingni past ko'r deb aytdi. Demak, birinchi o'ringa o'zingizni va insonlar bilan munosabatingizni qo'yishingiz kerak. Shuning teskarisini qilsangiz, pulingiz bo'lgani bilan eng kambag'al odam bo'lib qolaverasiz. Chunki puldan boshqa narsangiz bo'lmaydi. Bir kambag'al haqidagi latifani bilsangiz kerak. Bir kambag'al har kuni Xudoga duo qilib, to'g'ri, iymon bilan yashagani uchun lotereyada katta pul yutib olishni nasib qilishini so'rar ekan. Ko'p yil so'rabdi, lekin natija bo'lmabdi. Bir kuni yana shunday duo qilib turganida Xudo unga "Lotereyada yutmoqchi bo'lsang, bitta bo'lsa ham lotereya biletini ol" degan ekan. Nimadir olish uchun qandaydir harakat qilish kerak. Hatto lotereyada yutish uchun ham lotereya bileti olish kerak. Trening qatnashchisining fikrlari. Muso payg'ambar Isroil xalqini Misr qulligidan olib chiqqandan keyin 40 yil sahroda yurganida Xudo ularni osmondan manna yog'dirib boqqan ekan. Isroil xalqining Misrda olgan noni tamom bo'lganida Xudo ularga osmondan oppoq, mayda, do'l donasiga o'xshagan ovqat yog'dirgan. Manna ham tal donasiga o'xshagan edi, deb yoziladi kitobda. Manna deyishlariga sabab yahudiylar uni birinchi marta ko'rishganda "Mangu, bu nima?" deb bir-biridan so'rashgan ekan. Muso payg'ambar shunda "Xudo shu nonni sizlarga rizq qilib berdi" deb javob beradi. Shundan yahudiylar shu nonni manna deb ataydigan bo'lishdi. Manna har kuni shanbadan tashqari tongda yahudiylar turgan ko'nalg'aning atrofiga yog'ib, tushgacha erib ketar ekan. E'tibor qilsangiz, manna insonlarga 40 yil sahroda yurgan vaqtlarida ovqat qilishlari uchun berilgan. Insonning dangasaligi va moliyaviy savodsizligi keyinchalik shu chiroyli voqeani hayotga munosabat, osmondan tushadigan narsani kutib turish deb o'zgartirdi. Bir do'stim gaz o'chog'i olganda, shuni uyimga olib borishga yordam ber deb iltimos qildi. Gaz o'choqni olib keldik, joyiga qo'ydik. Men qutisini axlatxonaga tashlab ketishga chiqdim. Axlat qutilarining oldida axlat titib turgan odamni ko'rib, ko'zimga ishonmadim. Bir vaqtlar bitta joyda yashagan, qo'shnichilik qilgan odam. Lekin nimaga u bu ahvolga tushib qolibdi? Keyin bilsam, onasi o'lgandan keyin xotini uyni garovga qo'yib bankdan pul qarz olishni, olgan pulni esa kimgadir foiz bilan berishga ko'ndiribdi. Shunday qilib daromad topmoqchi bo'lgan ekan. Tabiiy, odam ko'chada qolgan. Gena amakining yoshi 65 da. Mulkingni berib qo'yma degan qo'yda juda achchiq eshitilgandek bo'ldi. Bor pulini daromadi ko'p biznesga berib, boshqalar nima qilsa shunday qilmoqchi bo'lib, Gena amakining xotini o'zi pul qo'yadigan o'sha biznes nima ish bilan shug'ullanishini bilmasdan, bor yo'q narsani xavfga qo'yib, pensiya yoshida osmondan manna tushadi deb o'ylab, bor yo'qdan ajralib qolishibdi. Xotini qarindoshlarnikida yashayotgan ekan. Gena amaki esa navbati bilan tanishlarnikida yashab turibdi. Ba'zida esa bir vaqtlar o'ziniki bo'lgan uyining podyezdida uxlarkan. Muqaddas kitobda osmondan qasrlar, aravalar, oltin yombilar yog'ilgan degan gap yo'q-ku. Nimaga hozir odamlar osmondan manna yog'ilishi mumkinligiga ishonishadi? Agar bir vaqtlar osmondan faqat non qilishga yaraydigan manna yog'ilgan bo'lsa, hozir to'kin yashash uchun kerakli bo'ladigan narsalar yog'ilmaydi-ku. Qallob odamlar shundan foydalanib har xil moliyaviy piramidalar tuzishadi. Odam o'z-o'zidan keladigan boylik topmoqchi bo'ladi-da, nima qilsam pul shunday kelib turadigan bo'ladi deb o'ylaydi. Shunday o'ylaydigan odam o'ziga qalloblarni tortadi. O'ylagin va boy bo'l degan osmondan tushadigan boylikni o'ylashimiz kerak ekan, degani emas. O'shanda endi qiynalishimiz tugaydi. Xudo bizni tashlab qo'ymaydi. Biz endi yaxshi yashashga arziymiz deb o'ylagandik, deydi Gena amaki. Bunday bo'lishini kim bilibdi? Bor narsamizni avaylamaymiz. Yo'qotganimizdan keyin esa
yig'laymiz. Ular bizneslar yaxshi ekanini, keladigan odam ko'pligini, eskidan tanish bo'lganimiz uchun yordam bermoqchi ekanini aytishdi. Genam aka, nima ish bilan shug'ullanarkan o'sha biznes? So'radim men. Bilmadim. Rossiyaga olib kelib har xil mol sotisharkan. Ishlari yaxshi edi. Bir partiya tovarga shoshilinch buyurtma qo'llarida turgandi. Faqat uni sotib olib, jo'natish kerak edi. Pul xaridorning qo'lida turibdi deyishdi. Bankda hujjatlarni tez to'g'irlab berishdi. Shuncha pulni qo'yibsiz. Shu biznesda 1 yil bo'lsa ham ishlaganmisiz deb so'ramoqchi edim. Indamadim. Pul kelishiga qarab turganmidingiz? Sotish bilan xarajatning prognozi qanday edi? Shartnomaning ishonchli ekanini tekshirib ko'rdingizmi? Pulni tezroq olishga harakat qilishdimi? Nimaga xaridor pulning bir qismini oldindan to'lamadi yoki sotuvchi tovarning bir qismini kreditga bermadi? Javobiga qizg'anchiq odam hech kimga ishonmaydi. Biz sizga yordam bermoqchimiz. Oldingi savdogarlar nima qilishgan? Qo'l tashlab bitim tuzishgan xolos. Lekin qadimgi o'sha savdogarlar uyushmasining a'zolari bo'lishgan. Savdogarning so'zi muhrdan qimmat turgan. O'sha savdogarlarning bittasi ham keksa odamning uyini garovga qo'yib qarzga pul olmagan. Gena amakining o'zi butun umr zavodda chilangar bo'lib ishlagan. Tanishlarim qaytarishgandi. Mening oldimga biznesmenlar kelib taklif berishayotganda hasad qilishyapti deb o'ylabman, deydi Gena amaki. Hammasi bo'lgandan keyin mehmonga chaqiraman, pulim bo'lsa yordam beraman deb umid qilgandim. O'sha biznesmenlar bilan tuzgan shartnomangiz notariusda rasmiylashtirilganmi? So'radim men. Javobiga indamay yelkasini qisadi. Baliqchi va oltin baliq ertaga esimga tushdi. Bolalik davrimizda shu ertakni eshitmasak bo'larkan. Ertakda baliqchi bilan oltin baliqdan tashqari oxirida yorug' tog'oraning oldida qoladigan kampir ham bo'ladi. Eng qiziq personaj baliqchini iltimos qildiravergan odam ham o'sha. Shuni o'ylab ko'rishimiz kerak. Manna 2 xonali, hamma qulayliklari bor uyga yashagan odamlarga emas, 40 yil sahroda yurgan odamlarga berilgan. Nimaga biz hozir ham manna tushishini kutib turamiz? Gena amakiga nima deyishni ham bilmadim. Balki sekin-sekin hayot yana joyiga tushib ketar. Mulkingizni qo'lingizdan chiqarib qo'ymang. So'ng so'z halova deb Yahudiyada juma kunlari kambag'allarga beriladigan sutni aytishgan. E'tibor qiling, faqat sut berishgan. Hikmat. Bir kuni bitta bolaga 36 yoshingda juda boy odam bo'lasan deb fol ochishibdi. Bolaning ota-onasi xursand bo'lishibdi. Qo'shnilariga aytishibdi. Folni eshitgan qishloqdagilar oramizdan shunday boy odam chiqarkan deb xursand bo'lishibdi. Bolaning ota-onasi ham, ajdodlari ham bog'bon bo'lishgan ekan. Lekin u bog'bonlikni o'rganmabdi. Nimaga kerak? Shunday ham boy bo'laman debdi. Shunday qilib, boy bo'lishni kutib o'sibdi. Ota-onasi uni boqishibdi. Ota-onasi o'tib ketgandan keyin bolaning puli tugabdi. Yigit majbur uyini, bog'ini sotib, qishloqning chetidagi bir kulbaga ko'chib boribdi. Boyib ketar deb o'ylab, endi qishloqdagilar uni boqishibdi. Yillar o'tib yigit 36 ga to'libdi. Lekin boylikdan darak yo'qmish. Norozi bo'lgan qo'shnilari endi unga ovqat berishni xohlamay qo'yishibdi. Yigit qo'ziqorin, rezavor termoqchi bo'lib o'rmonga borgan ekan. Hech narsa topolmabdi. Qaytayotganda esa chuqurga yiqilib tushibdi. Zina o'yib tepaga chiqsa bo'larkan, lekin dangasaligi yo'l bermabdi. Shu atrofdan o'tib ketayotgan dehqonlar chiqarib olguncha chuqurda o'tiribdi. Yigit kulbasiga kelib, o'sha yerda yotib o'libdi. O'lgandan keyin yigit u dunyoda Xudoning oldiga borib, nimaga unday bo'ldi? Va'da qilingandi-ku, nimaga boy bo'lmadim deb so'rabdi. U dunyodagilar shoshilib taqdir kitobida yozilganlarni izlay boshlabdi. Haqiqatan ham 36 yoshda bu odam boy bo'lishi kerak ekan, deyishibdi.
Nimaga unday bo'lganini surishtira boshlashibdi. Tilla nasib qiladigan chaqirishibdi. U esa shunday debdi: olishi kerak edi. Boylikni tayyorlab qo'ygandik. Oladigan odam uni olishga harakat qilmadi. Boylik beriladigan vaqt kelganda uni bog'bonlarning orasidan qidirdik, topolmadik. Bog'bonlarning orasida yo'q ekan. Harbiylarning, olimlarning, dehqonlarning orasidan qidirib ham topolmadik. Hech qayerda yo'q edi. Ota-onasining uyiga qaragandik, u yerda ham yo'q. Boshqa odamlar uylarida yashashadi. Chopar yuborib ham topolmadik. Oxirida tasodifan o'rmonda ko'rib qoldik. Qaytayotganda chuqurga boylikni tashlab qo'ydik. Kavlasi bo'ldi edi. Yana bo'lmadi. Kulbasda yotganini ko'rdik. Boylikni ustiga tashlab yubormoqchi edik, o'lib qoladi deb qo'rqdik. Shunda uning o'zi o'lib qoldi. Shunday qilib, bu odam boyligini ola olmadi. Dars bo'ladigan voqea. Michael Dell. Ota-onasining biznes haqidagi gapini eshitib o'sgan Michael bolaligidayoq biznesga qiziqqan. Otasi stomatolog, onasi esa moliyaviy maslahatchi edi. Shuning uchun uyda gap doim pul, moliya, buxgalteriya hisobi va iqtisod haqida bo'lardi. Shundan Michael bolaligidayoq bu dunyoda hamma narsa pul turishini, pul topishni o'rganish kerakligini tushungan. Texas shtatining Ostin shahridagi universitetga kirganidan so'ng Michael darslardan ko'ra ko'proq kompyuterlarga qiziqdi. Sababi o'qishda o'rganganini daromad olishga ishlatmoqchi edi. Muhim tomoni, ishi o'ziga yoqardi. Ko'p o'ylab o'tirmay, Dell kompyuter jihozlarini yig'ish va sotishni tashkil qildi. Ishni bilgani o'sha vaqtda kompyuter savdosidagi kamchiliklarni topishga yordam berdi. Dillerlar tayyor mahsulotni distribyutorlardan olib, xaridorning ehtiyojini o'ylamay, ustiga narx qo'yib sotishaverishardi. G'alabaning oson bo'lmasligini, maqsadga faqat ishtiyoq va mehnat bilan yetishish mumkinligini, hamma narsaning narxi borligini tushungan Michael faqat biznes bilan shug'ullanishga ahd qildi. 1984-yili $1000 topib, Dell Computer Corporation nomli firmasini ro'yxatdan o'tkazdi. Muvaffaqiyatga erishish uchun sotish va xaridorni jalb qilish tizimini o'zi ishlab chiqdi. Dellning fikricha, ishlovchilarning yarmi telefonda o'tirib buyurtma olishi, qolgan yarmi esa olingan buyurtmaga qarab kompyuter yig'ishi kerak edi. Ishga faqat malakasi baland mutaxassislarni oldi. Yaxshi ishga yaxshi haq to'lash kerak bo'lgani uchun ularning ish haqini baland qilib qo'ydi. Chunki ishlovchilarga qancha kam to'lasang, ishning sifati ham shuncha past bo'ladi. Natija esa doim ishlovchilarga bog'liq. Shunday qilib har bitta mijozning ehtiyojiga mos qilib yig'ilgan kompyuter sotadigan biznes paydo bo'ldi. Kompyuter esa buyurtma olingandan keyingina yig'ilardi. Savdo xarajatlari kamaygani uchun kompyuterning narxi ham arzonroq bo'ldi. Xaridor esa ko'proq kela boshladi. Bunday sotish usulining yaxshi tomoni, xaridorning o'zi bilan gaplashish mumkin edi. Natijada kompaniya xaridorlarning xohish va ehtiyojlari haqidagi qimmatli ma'lumotni bepul biladigan bo'ldi. Bundan tashqari, Michael yangi loyihalar bilan ishlash tartibini ishlab chiqdi. Kelajakda kam daromad beradigan fikr tashlab qo'yilmasdi. Chunki bugun ish bermaydigan fikr ertaga zarur bo'lib qolishi mumkin. Masalan, Dell kompaniyasining noutbuklari bozordan vaqtincha ketgani ko'pchilikni hayron qildi. Chunki bu bozor oxirgi 10 yilda tez rivojlanayotgandi. Lekin bozorda batareyasi ko'proq ishlaydigan noutbuklarning yangi turi paydo bo'lganda hamma nima bo'lganini tushundi. Kompaniya esa yangi darajada ko'tarildi. Bundan tashqari, Dell kompaniyasining shaxsiy va kichik kompyuterlar bozoridagi ulushini ko'paytirishning o'rniga qisman yangi yo'nalishga, serverlar ishlab chiqarishga o'tgani ham ko'pchilikni hayron qilgandi. Kompaniya 1996-yili Power Age serverini tanishtirdi. Fikr shu darajada muvaffaqiyatli bo'ldiki, kompaniya bir necha yilda jahon serverlar bozorida 2-o'ringa chiqdi va bozordagi ulushini 2 marta ko'paytirdi.
Bu misol to'g'ri qaror ko'rinarli joyda turishini, muvaffaqiyatni esa ijodiy yondashish hal qilishini ko'rsatdi. 2002-yili Dell kompaniyasi pochtadan 35 milliard dollarlik kompyuter sotdi. 36 mingga yaqin yangi ish joyi ochdi. Keyingi yil esa Dell kompyuterning bozordagi ulushi 22% bo'ldi. Kompaniyaning o'zi esa yil natijasiga ko'ra dunyoning eng katta 500 ta kompaniyasi ichida 33-o'rinni oldi. 18 milliard dollar pul bilan Michael Dellning o'zi dunyoning eng boy odamlar ro'yxatiga kiradi. Xulosa: muvaffaqiyatga borayotganda yo'lingizdan qaytmang. Hamma narsaning haqqini to'lash kerakligini esingizdan chiqarmang. Boshingizni ishlating. Zarur bo'lganda aql to'g'ri yo'lni topadi va zarur bo'ladigan mablag' ham topiladi. G'alaba oson bo'ladi deb o'ylamang. Oson g'alabaning qadri kam bo'ladi. Ko'p mehnat qilishga tayyor turing. Muvaffaqiyatning haqqi vaqt bilan, mehnat bilan to'lanadi. Lekin sog'liq bilan, obro' bilan, oilani buzish bilan to'lanmaydi.